Dubayda Golden Visa olish uchun 550 ming dollar to'lashingiz kerak. Lekin men sizga hozir 130 ming dollar bilan buni olish yo'lini o'rgataman. Bu loyiha Dubayda Design District rayonida joylashgan. Burj Xalifagacha 308 kilometr, Creek Harborgacha esa 10 kilometr masofani tashkil qiladi. Shunday tashqariga chiqqaningizda chap tarafga qarasangiz, dunyodagi balandligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turuvchi Burj Xalifa. Chiqqandan keyin shunda o'ngga qarasangiz, dunyodagi balandligi bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Creek Tower'ni ko'rasiz. Ro'paraga qaraydigan bo'lsangiz, xuddi mana shu go'zallikni tomosha qilishingiz mumkin. Proyekt juda ham go'zal proyekt. Kvartiralar soni cheklangan, juda ham ko'p emas. Bilasizlar, cheklangan proyektlarning narxi doim oshadi. Design District rayoni esa juda ham qulay joyda joylashgan, Dubayda markazlaridan hisoblanadi. Qolgan to'lovlarda esa yiliga 20% dan to'lab borasizlar. Bu примерно 110 ming dollarga to'g'ri keladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar.